50 ta olib kelmaydi, 500 ta olib keladi, 100 dan qolmasa 10 dan qolsin, barakasini bersin. Bolasi yerga tushdimi, samasaboy narxi 1,5 million 2 millionga ko'tariladi. Endi biz bu tishi yo'qdi narxida qo'yamiz. Tish to'kilib ketganlarda narxida, bo'lmasa babachaqda narxida qo'yiladi. Vaholanki qo'ylar 6 ta, 8 ta. Siz tushing deb turib, men tushaman. Obunachilar lakni bosib turinglar. Men obunachilaringizga yana 500 mingni o'tib beraman. Barakasini bersa aka. Obunachilar Qirg'izistonda Arashan Idilbaylardan boqib ko'rdimmi? Qozog'istonda qo'ylarini hech boqib ko'rmadim. Ularni ham effektini zo'r deyishyapti. Shunaqalardan ham bir chiqaring degan obunachilarimiz uchun Qozog'istonda naqd bo'g'oz nasldor qo'ylari inshaalloh. Assalomu alaykum, Chorva Obzor kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, mana shunday tug'ishga yaqin naqd bo'g'oz sog'liq ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Bugungilik sanamizga 21-dekabr haftaning yakshanba kuni. Barchalaringga dam olish kunlaring maroqli o'tsin deya bugun biz video syomkalarimizni Sodiqjon akamiz bilan birgalikda olib boramiz. Sodiqjon aka, assalomu alaykum. Assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Salomatligingiz yaxshimi aka? Tuymisiz? Qo'ylarni olib kelib oldingiz aka? Ha, xudo xolasa obunachilarga bugungi bir bomba sizni haligi gruppangizda, sizni YouTube'ingizda bugun bomba qiladigan qo'ylardan, puli yengilidan ilk marta chiqaramiz. Tug'ishga yaqinlaridan olgan odam baraka topadigan variantlaridan inshaalloh. Xudo xolasa. Yelin tashab qo'yganlari ham bor ekan ichida. Hozir ko'rib qoldim. Endi qaramasdik biz. Endi ko'rib qoldik. Mana shu qo'yni bitta ushab ko'rsating. Mana shu jonivor qorinlar. Bitta ushab ko'rsataylik. Ashuni ushang bitta ashuni. Bitta yelini bitta mana shu qo'yda. So'z isboti bilan bo'lsin. So'z isboti. Qani Yelillar yotibdi, yelillar. Yelillar osilib qolgan tug'ishga yaqin obunachilar inshaalloh 1,5 oy nari berida mana qo'y bor-ku, mana qo'y. Aha. Men hech qo'yga haligi bir ishlarni ham ko'rsatib qo'ying. Qilmasdim-da, mana qo'y tug'adi deb aytmasdim. Aha. Mana qo'y tug'o ekan. Bu qo'y o'ta yaqin ekan. Mana qo'y. Shunga masalan stajdan kelib chiqib aytib berilaveradi. Aha. Mana shu qo'yga endi bir o'zimiz stajimizdan kelib chiqib ana shu qo'y o'ta yaqin ekan. Eng yaqin. Yaqin. Ha, men hozir ko'rib qoldim bunaqa. O'ta yelin solyapti ekan. Ammo biz mana shu narsa deb sotamiz shunda. Mana shu narsa deb sotiladi. Endi obunachilar ba'zilari bo'g'oz endi buni ichida nechtadir qisiri ham bo'lishi mumkin. Endi 100% bo'g'ozligi to'g'risi ichida qo'chqor yurgan boshqa bo'lgani 100% bo'g'ozga olmaysizlar obunachilar. Endi bir ikkita ichida qisirlari ham bo'lishi mumkin. Sodiqjon aka, bu partiyamiz soni nech bosh? Mayda bir 50 tacha borda. 50 ta atrofida. 50 ta borda. Aha. Qo'ylar kang keladi qo'ylar. Keyin asosiysi pulini shuni eshitasiz hozir. Obunachilar kelib o'tirmaydi. Bu yomg'irda, qorda kelib o'tirmaydi. Kelib o'tirishmaydi. Ha, narxni men qo'yaman. Aha. Obunachilaringiz, sizni mana shu ayniqsa sizni guruhingizda kuzatuvchilaringiz yana shu yerdan chiqaring deydi. Inshaalloh. Xudo xolasa. Akalar, Sodiqjon akamizni juda ko'pchilik taniydi. Qozog'iston, Qirg'izistondan nasldor qo'chqorlarda sog'liqlarni olib kelib, respublika bo'yicha tarqatib kelayotgan savdogarlarimizdan. Obunachilar bu akamizdan savdogarlar ham olib ketib foydalanadi. Yaxshigina daromad qiladi savdogarlar ham olib ketib. Endi savdogar olib ketib foydalangan narsadan boquvchi olib foyda qila olmay qolarmidi? Baribir olasiz, inshaalloh. Baribir olasiz. Ishonchliligida oling. Xudo xolasa narxni eshitgandan keyin o'zlari amin bo'lishadi. Amin bo'lishadi, keyin kelib o'tirmaydi. Davay 20 tasini 10 tasini yuklab chiqaraver deydi, boshqa gap sig'maydi. Inshaalloh. Hop, aka, bularni bo'ybastlarini endi 80 plus minuslarga olishaverar ekan, ha? 80 plus minusga olishaveradi. 80 plus minusga olishaveradi. 80 ni ustida ham bor ekan, 80 ni pastida ham bor ekan. Sami gilani obunachilar qo'ylarimizda hammasi pashta bir xil, bittasini tanlab bittasini kirgizdiradigan holatda emas ekan. Hozirgi o'shagan qo'yim bor-ku. Aha. Ana shu qo'y 1,5 oy atrofida tug'ib qolgan ekan. 1,5 oy nari berdi obunachilar inshaalloh mevasini ko'rsatadi. Nech pulga olgan taqdiringizdan qat'iy nazar, mana bolasi yerga tushdimi, samasaboy narxi 1,5 million 2 millionga ko'tariladi.
Tanadan taniga. Chunki biz bo'g'ozga bunday qilib turib, mana ertaga tug'ib beradi deb garantiya bermaymiz. Aha. Ammo mana endi yelini sop qopti. Yelini bor, katta yelini bor. Ko'zimiz ko'rib Ha. turgan narsaga ishonamiz. Ha, ko'zim ko'rib turgan narsani ko'rib turib shu narsani aytyapman. Bo'lmasa buni ham gapirmasdim. Aha. Sodiqjon aka, bularda tishlari qanaqa endi? Tishlari 6-8 taga olishaveradi. 6 ta 8 taga olishaveradi. Ichida endi 4 tishli ham bitta yarimta bo'lishi mumkin. Aha. Ko'proq 6 ta 8 Основной 6 ta 8 taga olishaveradi. olishaversin. Endi buni bunday qarang. O'zi asli buni tishi muammo emas. Tishi yo'g'ini ham boqyapti, olib boqadiganlar. Aha. Endi biz bu tishi yo'qni narxida qo'yamiz. Tish to'kilib ketganlarning narxida bo'lmasa babachaqda narxida qo'yiladi. Tishi yo'q qo'ydi narxida qo'yaman. Qisir tishlar to'kilib ketgan narxida qo'yiladi. Vaholanki qo'ylar 6 tish, 8 tish. Tishlar Hammasi obunachilar mana samigalarning sog'lom. Hammasini 100% mana burun qismlarini ham ko'rib olsalaring bo'ladi. Bir shamollagan, netgani yoki da bir tuyog'i o'sganlar yo'q. Hammasi stakan tuyoq. Inshaalloh boqishga tayyor. qaytar. Sodiqjon aka, bularni endi aka hamma gap narx-navosida qoldi. Buni narxi nima? Endi qarang, siz savdolashamizmi? Aka, endi Asta-asta. hammani taktikasi har xil. Bo'ldi. Biz savdolashmaymiz aka. Bo'ldi, ishni Bo'ladigan ishni qilamiz. Chunki aytaman, siz tushing deb turaverasiz. aha, Bunaqa 6-5,5 emas. 5 dan. 5 millionmi? Ha. Sodiqjon aka, Ha, gapiring. aka 50 tasiga 250 million pulni sanab olishga bir odam nima qiladi-da? O'ylanadi. Siz tushing deb turing, men tushaman. Obunachilar lakni bosib turinglar. Men Inshaalloh. Ha. Obunachi aka, Pasaytiring deng. Sodiqjon aka. Pasaytiring deng. narxni aka har doim pasaytirib kelgansiz. Pasaytiring deng. Kelishtirib ayting. Bo'ldi, 100. Yo'q, 100 bilan ish bitmaydi. Ha. 100 dan bo'lsa aka so'rab olaman. 200 dan tushaman. 200 dan emas, Sodiqjon aka. Qancha tushay? Mana. Bo'ldi, Aka, tushaveramiz. qarang. Mana obunachilar. Aka, oldi qoshisi yo'q. Ha. Men ham joy yerga urvormayin. Ha. Ha? Ha. Danga. 4,5 million so'mdan bir joyga. 500 mingdan tushamanmi? Aka, Ha. 50 tasi bir joyga. Ha. Boring yana 10 ta olishgan taqdirda ham shunday kesib olishadi, ketaveradi. Bo'ldi. 4,5 million so'mdan deyapsizmi? Ha. 4,5 million so'mdan sizning narxingiz. Aha. Ha, siz keldingiz, men narxini aytmadim, ha? Aha. Siz bilan biz kelishib olgan yerimiz yo'q, ha? 4,5 million so'mdanga siz obunachilaringiz xohlaveradi, ha? Aha. 4,5 million so'mdanga siz xursandmisiz? Xursandman aka. Bu 4,5 million so'mga sizga sotdim, qarang. Aha. Obunachilaringizga yana 500 mingni o'tib beraman. 4 million 4 so'mdan. million so'mdan. Ana. Barakasini bersa aka. Ana Obunachilar haqiqiy mard bo'lsa mana shunaqa bo'ladi. Bu akamizni juda ko'pchilik taniydi obunachilar. Bu akamiz faqatgina soniga ishlaydi. Faqatgina soniga. Misol uchun 50 ta olib kelmaydi, 500 ta olib keladi. 100 dan qolmasa 10 dan qolsin, barakasini bersin. Xudo xolasa 4 million so'mdan mana obunachilar xolasangiz kelib bo'g'oz qisirligini tekshirib oling. U yog'iga bir narsa deyishmaydi, sababiki ichida qo'chqor yurgan, boshqa bo'lgan ba'zi birlari kechkidiru olib kelingan mana shu narsa. Bitta narsani aytib ketaylik, bu prank emas. Aha. Bu bizniki realniy. Aha. Bu kelgan odam kelmay ham o'tirsin yomg'irda. Sodiqjon aka 10 tasini shunday bo'lganda davay chiqarib ver deysin, bo'lmay haydab chiqarib yuboradi. Inshaalloh. Yana bitta variant eshitdik. Aha. 10 ta ichidan 20 ta terib jo'natib ver desa, 4 million 200 ming so'mdan yetkazib beraman. Zo'rlaridan, zo'rlaridan 4 million 200 ming yetkazib beraman. zo'rlaridan o'zingiz vijdonan chiqarib berasiz aka. Ha, 4 million 200 ming so'mdan 10 ta zo'ridan shuni chiqarib joyda uraveraman. 20 ta, 10 tami. Aha. Uka, menga shunday bo'lganda chiqarib bersa 4 milliondan 10 ta 20 ta chiqarib beraman. 4 million so'mdan obunachilar orasidan kesib chiqarib olsangiz ham bo'laveradi 4 million so'mdan. Bo'lmasa 4 million 200 ming so'mdan xolasangiz onlayn savdo qilib oling, video vizitda boshqada. Agar xolasangiz borgandan keyin ham xotirjam ko'rib olaverasiz bittalab saralanganligini. Bu yana bir bor aytib o'tib ketaman. Bu o'sha qarg'a tishi yo'q qo'ydi narxida qo'yildi. Ammo shundan shag'ida 4 ta 5 ta bolasini olishaveradi. Qolgan narsadan muammo yo'q. Obunachilar, xudo xolasa mana olgan odam baraka topadigan narsa bo'ldi. Sababiki qo'ylar jaydari qo'y emas, boshqa emas. Qozog'istondan keltirilgan qo'ylar. Samigalarni ichida qo'chqor yurgan, ba'zi birlari kechki bo'g'oz bo'lishi mumkin. Mana obunachilar, mana bularni ko'rsalaring, qorinlari osilib,
Buni tushunmaydigan odam ham tushunadi-da buni bo'g'ozligini. Bunday narsa qarang. Bu narsalarni olgan odam ham, boqib turgan odam ham, o'sha joyida boqib turgan odam ham buni boqib yurolmaydi, qo'chqar qo'shib qo'yadi-da. Shunaqa. Shuni aytib o'taylik. Shunaqa. Endi shuncha qo'yi bor odam bir jaydari qo'yda bir boshqa qo'yni qo'shmaydi. Qo'chqorni zo'ridan qo'shadi. Daromad qiladi-da u ham. Ha, daromad qiladi. O'sha taraflarni ham hisobini olinglar. Biz o'zimiz soqit qilib qo'yish uchun biz mana shu narsa deb qo'yaylik. Mana shu narsa bo'g'oz chiqsa, omadi qisir chiqadigan bo'lsa, bitta didlariga to'g'ri kelgan, xolasa arashan, xolasa hisori qo'chqorlarni qo'shib olishaveradi. Sababiki, mana bularda agar mabodo qisir chiqib bo'lsa, bo'rdog'iga boqib bergan taqdiringizda ham yaxshi foyda qilasiz. Inshaalloh. Hech kimga aytmanglar bu narxda, faqat mana shu bolani videoligi gruppasida. Ha, bu narxni tarqatib yana hamma yoqqa yoyib yormanglar. Bu faqat sizlar uchun, hamma uchun emas. Laykni bosib, olmasangiz ham bitta fikr bildirib o'tkatinglar ama. Inshaalloh. Bu birinchi partiyalarimizda, endi ikkinchi partiyalarimizga navbatni beramiz. Obunachilar xuddi o'sha qo'ylarni rangi qora cho'rni pantera, kashtan variantlarida. Sodiqjon aka, bular son nech bosh? Bular soni 12 bosh. Bir pachka deydi-yu. Bu bir partiya. Buni bir partiya. Buni ham chuvalab bir kishi olib qo'ysin. Xudo xolasa, aka ma'lumotlari o'tgan galga nariga oldingi qo'ylarimizga ketaveradi. Bo'y baslari ham, yoshi ham. Sal ulardan yiriroq, endi ularni optimum arzonroq qo'ydik. Aha. Buni ham o'sha oldi qo'shtirmasa yo'lida qilib qo'yib yuboradi. Inshaalloh, olgan baraka topadigan qilib. Qiynalmaydi, bir buzilish ham o'rinmaydi. Inshaalloh. Hop aka, bularda ham 6-8 chiqib olishaveradi. Shunday olishaveradi. Bularda ham bo'y bastini 80 plus minus olishaveradi. Lekin haqiqatda oldingilardan sifati yaxshiroq variantlari ekan. Hop aka, bularda endi oldi qo'shit qilmasdan narxiga o'taylik. Yomg'irda qo'ylar ham qiynalyapti aka. Bo'ldi, men qarang bitta narx aytaman. Bo'ldi, boshqa gap sig'maydi. Aha. 4.200.000 so'mdan yetkazib beraman. 4.200.000 so'mdan dastavkasini qilib yetkazdirib berasiz. 5.5 dan bering, 6 dan berilmasin. 4.200.000 dan uyga yetib boradi. 4.200.000 so'mdan obunachilar uylariga yetib boradi. Soni 12 bosh. Hammasini mana bittalab ko'rib olishlaring mumkin. Sog'lik salomatliklari joyida. O'zi to'laydigan variantlaridan. Davlat narxidan. Ha, davlat narxida ketaveradi deydi. Hop, shu bilan shu bugunlik syomkamizga yakun yasaymiz obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Esdan chiqqan bo'lsa mabodo bitta like bosib qo'yishni unutmanglar.